Allohim umrlaringga, rizqlaringga fayz barakat qilsin. Mo'minlarning o'zini rizqlarini ulug' ishlarini o'ngidan kelib omadlarini bersin. Allohu akbar. Rahmat tog'a. Yaxshi kunlarga ishlating. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni doimiy kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun 3 ta kat yo'limizda dastavka qilib berishlik uchun yo'lga otlanyapmiz. Bugun 25-aprel sanasida kat yo'l dastavkalarimizni amalga oshirmoqdamiz. Bugungi dastavkamizni tanishtirib o'taman. Bu xudo xolasa 15 kilovatli kat yo'limiz, ya'ni 100 kvadratdan 150 kvadrat maydonni bemalol isitib beraveradigan kat yo'limiz xudo xolasa. Bu qolaversa, bular ham 15 kilovatli kat yo'l, 100 kvadratdan 150 kvadrat metr maydonni istaydigan Nijniy Goriniyalik kat yo'llarimiz. Bularda xudo xolasa bunisini Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga, bular esa bittasi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga, bittasi Andijon viloyati Asaka tumaniga dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan lapatkali. Bu sizlar uchun ham, biz uchun ham yangilik. Bu polniy silikon 7 avlodni tugatib yuboradigan, 7 avlodga yetadigan garilka. Nima uchun bunaqa deydigan bo'lsang, bu silikon chugundan qilingan, 45 kilo chiqadi bu og'irligi. 45 kiloga yaqin, plus minusi bor. Hop, bu teplobmennik. Xullas, issiqlikni o'ta darajada olib qoladigan tepla batareyasi juda ham kam. Batareya bermaydi demoxodga. Xullas, kuzatishda davom etinglar. Ko'rganda xudo xolasa Marg'ilon, Toshloq, Andijon, Namangan. Mashinaqasiga aylanib Namangan bilan qaytib kelamiz. Qolaversa bizda kat yo'l dastavkalar bo'lyapti. Kat yo'l yasalishda ham davom etmoqdamiz. 20 ga yaqin tomonda kat yo'llarimiz tayyor bo'lyapti, hali chala holatda. Bugun juma ayyomligi sababli ishchilarimiz dam olishmoqda ko'pchiligi. Ichkarida ham mana ish ketmoqda. Xullas, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun biz harakatdamiz. Sizlardan bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga yangilar podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bizda qolaversa bunaqangi Ulug'bekjon, hormang endi. Bir ko'ralaringizni ham ko'rsatib yuborasizmi obunachilarimizga? Qani o'sha ko'ralaringizni bitta tanishtirib o'tsak, qandaydir hozir hamma piknik, dam olish qiyosi. Bitta chachib yig'ilishini ham bitta chachingchi. Hurmatli obunachilar, buni necha daqiqaga ham bormaydi, necha sekundda yig'iladi. Shuni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Shuni sizning bo'lib qo'ya qoladi. Mana. Endi yig'ishimiz uchun 40 ta ketdi. Bunaqalarga mana kiraveradi, ilib qo'yiladi. Nima? Aqabaqa surilib, nima qimirlab ketmaydi. Mana deyman, qo'yil. 10 sekund. Nima qilasang, mana 10 sekund. 10 sekundda yig'ib bo'ldi. Qo'y. 15 ta sig'adi. 15 ta. Ha, bunaqalari ham bor, ha. Bunaqasi siqdi, bunaqasiga to'g'risiga, liboychasiga hisob olaveradi. Demoxodlar cho'qda aylantirib beraveradi, yonish zo'r. Havo berish uchun nimalar bor? Mers firma ekanda bu. Kraskalargacha qilib beramiz, ha. Narxi necha pul buni? Narxi 800 ming. 800 ming so'mga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Ko'rganda
Andijon viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyatida ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Tohir brat, ketaverdikmi? Bog'laylik. Bog'lasak bo'ldi. Ha, bog'lasak. Xo'p, 25-aprel sanasida dastavkalarimiz amalga oshirilmoqda. Qishda g'amini yozda ishlaringni so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar. Qishda uncha bizga qiyinchilik bo'lib qoladi agar yetkazib berish. Ko'raveramizmi hafta xohlasa? bo'ldi ketib qolganiga. Ha, Shular boshqalarda ish qilyapti. ha yaxshi. Chiroyli qilib berib ketdimi axir? Ha, o'shanga nima qilishni bergan, o'zlari montaj qilib beramikan yo montaj qilib beraymi deyishib hozir. Ha, montajini qilib berishaveradi. O'zlar. Xolasiz. Bizda ham ustalar bor. Endi baribir noldan qilib turib, ustanovkasiga kelganda boshqasi qilsa bo'lmaydi-da. Ustani o'zi qilgani yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri, Toshloq tumani. Toshloq tumani. Marg'ilonga qaraydi-da? Yo'q, yo'q. Ha, Marg'ilonga qaraydi. Shahar-ku. Ha, Toshloq Addenli rayon. Adashtirib Arab Mazor qishlog'iga 15 kilovatli kat yo'limizda o'sha Pakelni garilkali kat yo'limizda olib keldik. Sardor Qorin qishlog'ida. Sardor Qorin. Ha, Sardor domlan, ha? Ha, u ham shetdanmi? Ketdiman. Nima ham shetdan? Shukrullo domda. Tashla. Toshloqda. Toshloqda. Saka yaxshisiz? Yaxshi. Tog'a ichkarilarni montajini ham ko'rsatib yuborsam bo'laveradimi? Ba'da ichkim yo'qmi? Yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, shunda kirganda ayvon bo'pti. Ayvonga bitta katta 2 metrli 2 ga 60 radiator o'rnatilibdi. Juda chiroyli chiqibdi. Hop, bunaqasiga qator uy ekan. Bu sanuzel, hammom, tualet, hamma shu yerda ekan. Bularga ham mana radiatorlar samoxod sistemada bo'libdi. Juda chiroyli bo'libdi. Menga eng yoqqan sistema shu. Mana. Haqiqiy o'lmas montaj deyiladi bu. Issiqlik uyda ichida qoladi, metallический. Shuncha katta yo'l yasab olib borgan bo'lsam, shuncha yil har bir rasxodlarni sinab ko'rgan bo'lsam, mana shu montajda rasxod ancha kam bo'ladi. Chunki uyda ichida issiqlik qolganini hisobiga mashina bo'ladi. Hozir 1 2 3 4 5 ta radiator. Yana so'raymiz hozir nechta radiator. Bog'dan ham kirsa bo'lar ekan, bog'dan. Tog'a nechta radiator? Radiator nechta bo'ldi? Katta qo'yilibdi. 7 ta umumiy. Option 7 ta radiator bo'ldi. Ko'ravering ichganlar. Ko'rdim. Men bo'laman, ko'ravering mana. Hozir aytyapmanki, shuncha yildan beri bir 7 yil bo'lib qoladi yaqinda, xudo xolasa, katta yo'l ishlab chiqarish boshlaganimizga. Mana bu sistema shuncha yildan beri solishtirib ko'rgan bo'lsam, eng ekonomichniy ko'mir rasxodi kam sistema ekan shu. Samatok. Ham metal uyda ichida yurganning hisobiga ham bor issiqlik uyda ichida qolib, katta yo'lga rosa zo'r bo'ldi-da, ekonomichniy bo'lar ekan. Va agregatni ham tashqaridan qilib beringlar desam ko'rinmasin deb mana bu. Ha, paltedan qo'ydimi? Mana agregatni ikkalasiniga mana chiqqan, bundan chiqqan. Ha, chiqqan. Bundan. Yo, u mayli u. Izolyatsiya bo'ldi. Yo'q, izolyatsiya. Bu nimani shibyungan ustida. Anaqa kiyimini kiygizib yuborgan bo'lganda yaxshi bo'ladi. Bu issig'i o'zi polizdan ham chiqib tursin degan. Yo'q, bateriya baribir. Mayli bo'laveradi endi. Lekin o'sha hech yo'q o'sha o'rab qo'yilganda zo'r bo'ladi. Bu
Bu yerda ham uzun 2 metrlik katta radiator bo'pti. Hammomga bitta qo'ydirdim. Bu alohida kirgan. Ha, og'dan kirgan, ha? Mana hurmatli obunachilar. Bu yerga 60 santimetrga 60 ga 60 radiatordan bega qo'yilgan. Aqa Yo'q. qo'yilmagan. U topli pol bormi yo'qmi? Yo'q. Mashina o'zi yetadi. Xudo xolasa, zo'r isib tashlang. Aqayam qo'ydirganman ustiga. Zo'r. Ha, aqa ham tortilgan. Ha, u 2 yil burun. Ha. Nima? Katel boshqacha. Ha, ketadi boshqacha. Samodelniy. Ha. Bu ham ekonomishlik. Ha, yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, bir amallab tushirib oldik. Chuguni 45 kiloligini hisobiga bu katyol bir 200 kiloga aylanib ketdi. 150 kilo katyol bo'lsa, pasti 50 kiloga yaqin. Bunkeri bo'lib, 50-60 kilo bunker bo'lib, 200 kilodan o'tib ketdi vazni. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda xonadonlaringizda ko'rishguncha deb qolamiz. Dehqonchilik ham zo'r bo'pti-ya. Ko'z tegmasin. Ha, mana bu. Qo'yganman. Suvniki. Bitta ispitaniya ham qilib qo'yishibdi. Ustakam menimcha suvni haydab qo'ydi. Ha, zo'r bo'pti. Mana uni aytdim-da, tog'a, ochib qo'ying. Ha, chiqaring. Mana shu narsani selipoltaga ham yurgizish kerak edi o'zi asli. O'shanda faqat qaynagan suv radiatorga boradi yoki katyolga qaytishiga. Zo'r bo'pti. Hop. Rashridinni ham boplashibdi. Xudo xolasa zo'r sistema bu. Sizga ancha yillar xizmat qilib beradi. Samotoy zo'rda. Necha yilsiz? 93-yilman. 32 ga erta 28-kuni kiraman. Men bugun kirdim 60 ga. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Allohim umrlaringga, rizqlaringga fayz barakat olsin. Mo'minlarning o'zini rizqlarini, ulug' ishlarini o'ngidan kelib, omadlarini bersin. Allohu akbar. Rahmat tog'a. Yaxshi kunlarga ishlating. Mana hurmatli obunachilar, Asaka Olaqanat qishlog'iga kecha ham tashlab ketdik. Mana akalariga ham bugun yana xudo xolasa tashlab ketyapmiz. Akamiz aka kelishavdi. Buni endi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga qarab olib ketamiz. Olilar sinovdan o'tgan, ularni katta ishimiz o'rnatgan uchun, ashuni sinovdan o'tgan uchun gap kelib oldik. Xudo xolasa zo'r ekan, effekti yaxshi ekan. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Rahmat. Ikkita oldik, shu bilan uchinchisi bilan xudo xolasa inshaalloh. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa tun qorong'usi bo'lib ketdi. Akamiz musofirda turib, zakaz berishgan edi. Bundan qancha oy oldin? 1,5-2 oy devrim. 2 oy oldin. 15 kilovatlik yo'lda olib kelib berdik mana xudo xolasa. Necha kvadrat metr joyimiz bor? Qancha joyda isitamiz xudo xolasa? Hozir 4 ta uyda radiator bor. Hop, oxiridagi uy 16 metr kvadrat to'pli pol. 16 metr kvadrat to'pli pol. Hozircha hammasi 100 metr kvadratga kesim olingan. Xudo xolasa, ana shu yerda isitamiz. Kelajakda bu yerda romini yana bitta uy bor. Bular ham bir 30 chiqdi ko'rsatib yorsam bo'ladimi? Hechmi yo'q, ayollar yo'q. Ayollar ichkariga. Ha, bu. Bu tomon qo'shiladimi, qo'shilmaydimi? Yo'q, yozgi uylar bir sinf. Yoqib qo'ying, hali yaxshi ko'rinadi. Isloq qiyin bo'ladi. Ha. Xudo xolasa bu tomon hozir katta yo'limiz bu tomonga o'rnatiladi. Ana shu navis bor. Ha, navesa, o'rnatiladi-da. Katta yo'l ham turibdi o'sha yerda. Mashina esiga isitamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi kunlarga ishlating, xudo xolasa. Ana bu yerda rom bor. Ha, bular Orqasida yana bitta uy bor. qanaqa radiator? Akfa, panel, Yo'q, haligi panelli. panelni usta setkasi bor bular. Yetkasi bor. Ha, yaxshi. Bu yerda hozir banyamiz bor. Cho'gin topsam cho'gin yoki nariga nimadan panelda boshqachasi bor-ya. Qovurg'a. Ha, alyuminiy. Ha. Banyalarga o'shandan qo'ying, to'g'risi. Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi.
Xudo xolasa bir o't yaqib qish kunida issiq holatda bitta video qilib berasan. O'g'limga aytib ketaman. Bo'ldi. O'z Rossiyaga yana ketasiz. Nima to'qqiz tayyormanda. Ha. Ular kelmay qoladi deb menga nima bergan, muxotirga. Oldiga tortamda. Ha, bo'ldi. Muxotirga Salomat bo'linglar. Kimga mana shunday garantiyali kat yo'llar kerak bo'lsa, Rossiya nomerlariga murojaat qilaverasiz. Yaqinroq ko'ring. Ana.